Jichi qishi qolib qoldimi? Oqshimini bermagani uchun mana. Oyi, men uchrashuvga ketdim. Issiqda egar qizib ketibdim, mabbalo. Nig'mat aka, yana baloningizni teshib qo'ydingizmi? Ha, teshildi. Lekin barshinlarni olib kelib qo'ydim. Jahon standartlariga ham javob berar ekan. Yamanlarni ko'rdim demasa ekan. Shu o'tib ketar ekan. Zo'r bo'pti-da Nig'mat aka, velligimni tashab ketyapman, uchrashuvga ketyapti ro'dim. Voy. Orta! To'xtab turing, mana shu egar chiqarib olay. Otdan tushsangiz ham egardan tushmas ekansiz, a? Voy, yomg'ir yog'yapti, panaga o'taylik. Ko'zim achishyaptimi? Sochingiz yomg'irda ko'pirib ketdi. Gelim tugavdi-da, shampun surtdim o'rniga. G'irt qo'yag'i bola ekansiz. Ashnaqa. Zavtriga bo'ldimi deyman, chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada dadang ham bor, apkez aksiya qilaman. Chaqirasiz, mana chistoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador, bechara issiqda qiynalib ishlayotibdi. Bu nima qilganinglar? Ha, ishlaydi-da, mayfaytga oling, taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semichkasi zo'rda. Kami ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonada tug'ib qo'ymaylar yana. Endi chumchuq bo'lib bering.